Shaharni yuqoridan ko'rganimda Krasnoyarskning naqadar tirik, naqadar jo'shqin ekanini his qilasan. Bu yerda tabiat ham, odamlar ham o'ziga xos. Sibirning ruhi aynan shu manzaralarda yashaydi. Sibirning yuragi Krasnoyarsk. Bu shahar qadimgi tarix va zamonaviy hayotning mukammal qo'shilmasi. I'm from Vietnam and I go to this project to study more and have many friends in this program. Atrofdagi manzara juda ham chiroyli. Svetoforlarda mana bunaqangi qizil chiroqdan tashqari ham mana bunaqa ramkalar bo'lar ekan. Birinchi marta bunaqa joyga kelishim lekin. Ortimdagi turgan mana shu bayroq Rossiyadagi eng baland bayroq hisoblanar ekan. Agarda kimdir ishonmayotgan bo'lsa, mana o'zim qo'lim bilan olyapman. Qiyin bo'lsa ham. Давайте cho'milamiz. Amakilar baliq ovlab yuribdi mana. Bu yerning qudrati va sokinligi bir-biriga singib ketganini his qilaman. Marhamat, tomosha qiling. Aynan ushbu joydan bizni bugungi sayohatimiz boshlanadi. Emotsiyalar boshqacha, chunki bu meni birinchi parvozim, samolyotga chiqishim, shuning uchun qanotda oldidan joy olganman. Dersasi bor joy, shuning uchun syomkamga yaxshi kadrlar chiqishi uchun shu joyda oldim. Aylanib turibdi. Assalomu alaykum. Мы начинаем наш трип, наш видеоблог. Да. Пожалуйста, приятного полета. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Yeah. Don't nobody else make me feel it.
Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yana bitta. So don't nobody else make me feel like. Bo'ldi, rahmat. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Ooh. Don't nobody else make me feel like. Ooh. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah. Birga ketamiz. Joyi ham bor ekan. Namoz o'tirishdi. Necha kilometr yuramiz-da? 20. Давай, ozgina qoldi. Xullas do'stlar, biz Krasnoyarskda o'rmonli qismiga yetib keldik. Mana daraxtlar hurmatini ko'ringlar. Даже manaqa asfalt ustida nisbatan kesib tashlashmagan. Qo'ya. Qanchalik kamera yetkazib beryapti bilmadim. No. Cho'tki. Biz hozir Ko'ngilspoga keldik, Krasnoyarskda. Bu ikkinchi etajda shunaqangi takir miniaturalar bor ekan, rasmlar. Ular qo'lda chizilgan emas, bular shu suratga olingan. Masalan, bu yoqda o'zimizni o'zbekistonlik talabalar ham bor, chet elliklar ham bor. Fotozona ekan. Короче, mana shunaqa joy ekanlar. Hozir zalni ichini ham ko'rsataman alohida. Hozir biz zalga kiritishdan oldin ozgina tayyorgarlik bo'lyapti. Kutib turibmiz konsert boshlanishini. Hozir ochilish marosimi bo'ladi. Asosiy hamma guruhlar, menejment, turizm, shunga o'xshagan guruhlar yetib kelgan hozir. Men ko'kman. Buni aranjevisi ham bor, so'ngisi ham bor, yashili ham bor. Sarig'i ham bor. Вы унесете и заберете с собой с летнего университета не только хорошие отношения, но и, конечно же, вдохновение.
hozir Krasnoyarsk shahrini aylanish uchun yotoqxonamizdan chiqib avtobuslarga o'tiramizda. Mana biz o'tiradigan avtobus ham shunda hozir shahar aylanishga ketamiz. Bizni sheriklarimiz. Сегодня вы увидите город Красноярск с высоты птичьего полета. Для вас проведут полевых цветов и веночек, в утренней росе цветок, соловья запев, свисточек, сок, березовый глоток, тишины послушать волю по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Матушка земля, ой, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Сколько мне еще годочков у кукушки поспрашать про любовь свою Manzarani ko'rishda havo toza. Judayam zo'r. ключевой воды студеной, в сотах свежего метку, в чистом поле темной ночью, в небе звездном утону. Матушка земля, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Матушка земля, ой, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Biz kelishimizda vertolyot bilan tushib ketdik. Давай. Матушка земля, для меня святая Русь. Матушка земля, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Hozir bitta manzarani ko'rsataman. открывается красивый вид. И там я уже вам все расскажу. Там обыкновенная земля. Mana buni qaranglar o'rtoqlar. Hozir shu yetadi hozircha. Wow. O'rtoqlar, manzara просто super. Wow. Mana Krasnoyarsk shahrini eng tepasiga yetib keldik. Hozir sizlarga atmosferani ko'rsataman. Atrofni ko'rib turibsizlar o'zi. Qanaqa chiroyli. Вот. Буквально второй день здесь. Куча эмоций. Мы не выспались, ничего, но было прям. Много друзей познакомиться. Да, успели познакомиться. Hozir intervyu olishyapti talabalarni. Xullas, o'rtoqlar bizni sarguzashtlarimiz shunaqa davom etyapti. Nima bo'ladi? Endi buni faqat kelib ko'rsa keyin odam his qiladi. Bunaqangi emotsiya. Просто shit. To'g'risi boshida bu darajada chiroyli shahar deb o'ylamagandim. Lekin ko'rganimdan keyin fikrim ancha o'zgardi. Именно bu shaharga. Bloger. Sening bloger do'sting. Marhoz talabalardan qisqacha intervyu olamiz. Sayohat qalay bo'lyapti bolalar? Sizlarda qanday emotsiya? Mashin четко, погодаning просто Krasnoyarskning tepadan ko'rinishi bomba. Yoqyaptimi? Вообще, bu короче eng esda qolarli joylardan bittasi bu pog'ida. Mashin zo'r.
Ob-havosiga gap yo'q. Ob-havo hozir 60 gradusda-yu. O'zbekistonda 60 berda maza qilyapti. O'zbekistonliklarga salom. 42 gradusda maza qilib o'tiribsizlar. Dardiga darmon bo'lsin deb 60 gradusligini. Mana bu yoqda ham biz talabalar bor. Xo'p. Narxozda o'qiysizlarmi? Да. Qalay? Operatorsiz. Ishlaga chiqmagansiz. Emotsiyalar qanaqa? Chuvasvingda turmaysiz. Meni xafa qilishdi. Xullas hammada kayfiyat zo'r. Endi keyingi manzil qayerga bo'ladi? Bilmaymiz. Xudo xolasa. Keyingi manzil shaurma bo'ladi. Ochmiz. Bo'ldi. Shunaqa gaplar do'stlar. Biz sayohatimizni davom ettiramiz Krasnoyarsk shahriga bo'lgan. Keyingi manzillarda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali keyingi lokatsiyalarga ham boramiz. A few moments later. O'rtoqlar, biz hozir Rossiyadagi o'sha Krasnoyarsk shahridagi qurilgan eski o'sha tarixiy uylarga keldik. Mana ortimda turgan uy ham qaysidir tarixga ega. Nechanchidir yilda qurilgan hozir. Вот. Не мешайте, пожалуйста, другим слушать. Ну а теперь самое интересное, что сейчас в этих домах? Многие красноярцы думают, что там внутри ничего нет. На самом деле это не так. Когда эти дома забрали большевики после революции, то они поселили туда людей. И поселили их очень плотно. Здесь образовались коммунальные квартиры. Представляете, что было через 100 лет после? Suriyaga keldik. Bu yerda o'zbeklar ishlaydi. Vatandoshlarimiz aynan shu yerda ishlaydi. Javob qo'shtiring. А, 8 hours later. Хорошо, давайте потом выберем. Если говорить про самую традицию, да, ну понятно, что навряд ли кто-то что-то нестандартные выставки какого-нибудь постмодерного искусства и так далее. И независимые товарищи. В большинстве своем для независимых склонна индивидуальность, признание. Теперь смотрите, когда мы будем спрашивать про то, что мы хотим предложить, мы должны же, наверное, спросить и тех, кто сказали, что достаточно. Ну, то есть, может быть, они как бы к этому подключатся. Тогда делай раздел вот после этого, вот сюда. One eternity later. Salom do'stlar, bizni aynan sport kompleksiga bo'lgan tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir hamma talabalar o'z yotoqxonasiga va yotoqxonada dam olgandan keyin o'jin qilgani ketishyapti. Hozir yana o'jinimizga borguncha adashmasam 40 daqiqalik yo'l piyoda masofada bosib o'tishimiz kerak. Atrof ko'rganinglardek talabalarga juda ham to'la, ayniqsa bu tarafda sport tadbirlari juda ham chiroyli o'tkazildi. Endi biz yotoqxonamiz tomonga qarab yo'l olamiz. Bizga yana bitta kofe break berilar ekan. O'shani olib kelgani ketyapmiz. Atrof просто super. Kofe break'e sandviç menüsü aldık. İyimiz ekan.
shunaqa har xil davlatlardan talabalar kelgan. Вот mana our university. Bizi talabalar ham o'tiribdi. Mana hozir Yenisey daryosi tomonga qarab biz ketyapmiz. Mana yo'l ustidan o'tadigan ko'prik bor ekan. Bu yo'lda mana biz hozir ko'prikdan tushdik hozirgina. Yenisey daryosi tomonga qarab yo'lga otlanyapmiz. Havo bulutli, ammo o'zi kecham bo'ldi. Soat hozir ko'rsataman. Soat 9:14 bo'ldi. Ozgina qoldi. Mana shu yerga boramiz. Daryoning oldiga. O'rtoqlar ko'rinayotgan bo'lsa, u yoqdan poyezd o'zi ketyapti. Mana o'zi ko'prikka ham yaqinlashib qoldik. Yenisey daryosining ustida joylashgan ushbu ko'prik. Sferani qanchalik yetkazib bera olyapman bilmadim-ku, lekin o'zim ancha his qilyapman. Mana do'stlar, biz yana ham yaqinlashdik. Hop. Ancha joylardan ko'rsam, Tashlandi qo'yda. Lekin Rossiyani poyezdlar qabriston. Bu joylarga kelmanglar deb qo'yaman. Priyam ko'prikning tagiga keldik. Poyezd hozir o'tib ketdi. Ulgurmadik. Do'stlar, biz Yenisey daryosining ikkinchi ko'prigiga tomon harakatlanmoqdamiz. Azizlar, havo juda ham sovuq. O'zbekistonga nisbatan ancha sovuq. Taxminan 10-15 gradus atrofida. Yonimizda daryo. Daryo shundoqqina oldimizda. Ham namlik juda ham yuqori havo haroratiga bog'liq. Şeyden to'g'ri bo'lsa, Do'stlar, biz yetib keldik. Biz Yenisey daryosini oldamiz. Shu yo'lga Navoiy daryo bo'ylab ketamiz. Business class. Tipe. natürlich.
ko'chiramiz. Burger Kingga kelyapmiz. Ovqatlanish shekilli hozir Burger King degan joyga fast foodga. İkna tishlashda yarmiga yetib qo'ydi. Qornim ochdi mana. Mayli. Sousni ko'ramiz. Hammaga salom do'stlar. Biz hozir Krasnoyarsk shahridagi Stolbi degan o'rmon zonasiga ketyapmiz. O'sha joyga chiqamiz. Hamma talabalar yig'ilib o'zimizga hasharotlarga qarshi bo'lgan spreylarni sepib tayyorlanib oziq-ovqatlarimizni olib oldik. Yo'l juda ham uzoq, 1800 taga yaqin zinani bosib Texoda uchiga chiqamiz. Hamma hozir tayyorgarlik ko'ryapti. Ozginadan so'ng biz yo'lga chiqishni boshlaymiz. Men sizlarga bu narsani ulashib boraman. Hamma просто takka kelgan. Mana shu suv bizga bugungi hamrohimiz bo'ladi, Chernogolovka. Do'stlar, biz hozir yarimiga ham yetmadik shekilli yo'lda. Yurishda davom etyapmiz. Mana hamma talabalar yo'lda davom etyapti. Hozir bu yerda biz dam olamiz. Ozgina. Hamma dam olyapti hozir. Сейчас вперед мы вас не догоним. Поэтому вы идете в конце. Те, кто медленные, те, кто устали, те, кто вы понимаете, что у вас физическая подготовка ниже, вы идете первыми. Окей? Bu yerda yog'ochdan yasalgan uylar bor ekan. Bu yerda restoranlik. Bu yerda do'koncha ham qo'yishibdi. Hamma xohlagan narsa dam olib keyin ketsa bo'ladi. Mana yog'och uylar. Bu tarafda ham bolalar o'ynab yotibdi. Mana teatr, Stolbi. Yarimiga yetib keldik. Yarimiga yetib kelmadik hali. Yarimiga yetib kelibmiz. Borgan sari bizning sayohatimiz qiyinlashib boryapti. Ya'ni tepaliqqa chiqishga to'g'ri kelyapti. Mana oyoqlar rosa og'riyapti. Yo'l borgan sari tikkalashib ketdi. Chiqish juda ham qiyinlashib ketdi. My name is Ren Jiayi, and you can also call me Ruby. And I'm from China. I'm 20 years old now. Hello, my name is Huang Yuting. I'm studying in Zhejiang Gongshan University, major in information management. I'm 20 years old now. Can you describe your university subjects or your program? Study program. Because my major is information management and information systems, so it's about the big data and some knowledge about computer. Maybe it's hard to learn and master. Okay. And you? I come from the northern part of the China. It's called Harbin.
Heilongjiang province, and it's in the northern part of China. It will snow every winter, and my city has a building called Cathedral, Saint Sophia Cathedral. It was built by Russia actually, and it's really beautiful cathedral. And there's also a building called Ice and Snow World. They will make the ice sculpture every winter. It's really extraordinary, I think. Good, yeah, good. And major in electronic science and technology. You can know is we make semiconductor with silicon or other materials. Good, really good. Have you ever been to another countries? Foreign countries, you know? Yeah. Which country? I went Singapore, Australia, and Malaysia. Australia, really? Yeah, Australia. Yeah, it's a really beautiful city. How was your feeling in the Australia? You know, it's a coast city, right? And it's really warm. It's warmer than my hometown, actually. And there's a lot of coast and. Did you see the kangaroo? Yeah, I see the kangaroo. So cute. It is a sign of the Australia, I think. Yeah, and there's also kangaroo on the road. Maybe they will cross the road, and we will wait and let them It's go. really amazing. Yeah. I paid a visit to Japan in Japan? in the last winter holiday. I very enjoying its culture. Japanese weather is like the Chinese weather? Yeah, it's Same? similar. So Okay. I think maybe it's a very charming and a wonderful city too. Nice to meet you, girl. Nice to meet you. Say hi. Let's begin the interview. Hello everyone, I'm Hun. I'm from Vietnam, and I go to this project to study more and have many friends in this program. Hi. Have you ever been to another country, foreign country? I was go to the Cambodia. Cambodia? Yeah, the neighbor of Vietnam, Middle East. Can you describe this country, that country? It's a nation. It has a strong nation with many culture, many foods, good foods. And now in Russia, I have many other experience, good experience with my friends in this. And now in the Taiga forest. Cool. Do you like the Russia? Yes, that's right. I The love weather? Russia. Nice to meet you. Nice to meet See you you soon. too. See you soon. Bye bye. Boshlandi. Biz birinchi stavbaga yetib keldik. Hammamiz dam olyapti. Вот. Ovqatlam olyapmiz. Bizda suv ham bor. Va sendvichlar. Biz hozir 13316 qadam yurib shu yerga yetib keldik. 9 kilometrdan oshiqroq yo'l yurdik, hali yana chiqishimiz kerak. Ha, bundan tashqari yana biz pastga ham tushamiz. Shuncha masofada. Hozir soat 1:26 bo'ldi. Ozgina qoldi, yana davom etyapmiz. Mana shu qoyan tepasiga chiqamiz biz. Ketdik. Juda ham ozgina qoldi. Agar javohirda gap rost bo'lib tursa, mana shu daraxtga 250 million yil bo'lgan ekan. Bunga emas, imenda bunaqa daraxt paydo bo'lganiga. Va tomirlarning o'zi bitta daraxtda. Da. Bu daraxt ham kami 25-30 yil bor. Bunaqasi yoshi, taxminimcha. Vaqtga o'xshayapti. Harakat qilib ko'ramiz chiqishga. Bismillah. Vaqtga chiqdingizmi? Vaqt. Ashi tepasidan chiqib olsa, oradan o'tib bo'ladi. Bismillah. Oh my god.
yoqqanmi? Ha. Wow. Agarda kimdir ishomayotgan bo'lsa, mana shu yerga yetib keldim. O'zim qo'lim bilan olyapman. Qiyin bo'lsa ham. Bu yerga chiqishda o'zi bo'lmadi, qoyaga. O'rtada. Sizlar uchun eksklyuziv kontent uchun chiqdik. Vallahi. Bugun biz hozir monarxlarning uyiga keldik, Rossiyadagi. Mana shuni ekskursiya qilyapmiz jamoamiz bilan. Hozir ko'rsataman shu joylar. Ichkarisiga kirgizmas ekan, no tashqarisidan ko'rsatyapti. Bu yoqda mana soyga yaqin joy bor. Мы находимся в микрорайоне Удачный. Он получил такое название не от слова удача, как многие думают, а от словосочетания удачи. Потому что так сложилось, что состояние здесь всегда могли позволить только самые зажиточные жители Красноярска. Вот, поэтому здесь был такой удачный поселок, можно сказать. Этот дом служил местом, где размещали гостей, которые прибывали в монастырь. И как раз-таки при этом доме был основан строительный комитет, который занимался тем, чтобы возвести монастырский комплекс. Строительный комитет в свое время собрал 21, и началась национализация, начали как раз-таки... Mana biz bu ham Yenisey daryosida, menimcha. Yenisey daryosini qirog'iga kelyapmiz mana. Biri ham suvni oldik. Xullas o'rtoqlar, juda ham chiroyli manzaraga guvoh bo'lamiz hozir. Biri ham sohildamiz. Bu yoqda o'rdaklar. Hamma mana shu yerda. Давайте cho'milamiz. O'rtoqlar, suv donidan oldim. Hozir o'rdaklarga don berib ko'ramiz. Bu yerda kaptarlar ko'p ekan. Balaçılar hem bırakın şu balaçılar. Bu yerda bog' qilingan qasrni bog'i. Yani shundoq qirg'oqqa yaqin joyda bunaqa chiroyli gullar ekib, shakllar beraman, odamlar o'zlari qarashyapti. Hamma kelib rasmga tushib ketadi. Kimgadir agar yetishda mana bitta merimiy tashkil qilish kerak bo'lsa, вот mana cho'tki joy ekan. Bunaqa taka yurichalar ham bor. Bu yoqlarda mana chiroyli joylari bor, videoga, rasmga tushgan. Idealniy joy ekan. Mana sizga ko'rsataman. Qaranglar mana. Zoom bo'lib ketadi. Ha, endi mana bog'da ichini sizlarga ko'rsataman. Juda ham chiroyli bog' ekan. Eksklyuziv kontent uchun obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosinglar. Shu orqali meni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz, do'stlar. Juda ham mana manzara просто wow. Manzaraga gap bo'lishi mumkin emas. O'rtoqlar, mana shunaqa joylardamiz. Kelib, ko'rib, aylanib, rasmga tushib ketadigan juda bir chiroyli joylar ekan. Ob-havosi ham zo'r. Ochib
kelganimdan juda ham xursandman. Короче, do'stlar, sizlarga eksklyuziv cherkovda ichidan kadrlar. Вот. Musulmon sifatida birinchi marta cherkovni oldiga keldim va ichkarisiga kirdim. Bu yerda shu muzey sifatida anaqa qilishgan ekan. Cherkov sifatida foydalanishmaydi. Balkim foydalanishadi. Sizlar uchun o'rtoqlar mana kontentlar, eksklyuziv kontentlar ulashib boraman. Hop, bu yoqda ham davom bor ekan cherkovni. Bu yoqlarda ham o'sha binolari, kichkina binolari bor ekan bu taraflarda ham. Hop. O'rtoqlar. Bu tarafda mana ko'rsating, bu haqda ma'lumotlari, qachon nima bo'ladi, programmalarni yozib qo'yibdi. Mana gullar ekib qo'yishibdi mana yerga. Mana kartinka. Birinchi marta bunaqa joyga kelishim lekin. Bu tarafida yana boshqacharoq surat mana. Top-toza. Amerikada paypog'ingizni yechib yursiz, anaqa hech nima yopishmaydi, kirib bo'lmaydi. Xuddi shunaqada bu yerda ham toza. Hammaga salom do'stlar. Bugun futbol chempionati bo'lyapti. Krasnoyarskdagi kelgan talabalar ichida. Bu yoqda afrikalik ishtirokchilar, bu yoqda bizning terma jamoamiz ham anaqa qilgan, bizning fakultetdagi menejmentga yo'llar bilan quvonch bilan shu yerda o'ynayapti. Bu tarafda ham yana ikkita komanda o'ynashni boshlayapti hozir. Biz bugun Krasnoyarskdagi Sibir federal universitetini aynan futbol maydonchasiga yetib kelganmiz. Sababi bugun futbol musobaqasi bo'lib o'tadi bu yerda. Har xil millatlar va fakultetlar o'zaro bir-biriga qarshi bellashadi. Hozir birinchi o'yin tugadi, ikkinchi o'yin boshlanish arafasida hozir biz kutyapmiz. Bizning jamoa a'zolari hozir 1-0 hisobida afrikaliklarga yutqizdi. Lekin keyingi taymda hali ko'ramiz. Lekin juda ham kuchli o'ynar ekan afrikaliklar. Buni ko'rsatamiz hozir. Bolalarimiz aytish bo'yicha umuman charchamaydi deyishyapti. Rostdan ham charchamasak ham men o'yinni ko'rdim o'z ko'zim bilan. Juda ham aqlli o'ynayapti, bir-birini tushunib. Mana o'z biznikilar hozir tayyorlanyapti. Buni ko'rsatamiz. Like bosib, kommentariy yozib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchi o'yinimiz ham boshlanish arafasida hozir mana. O'sha taym boshlanyapti, yaqin o'rtada. Let's make an interview with you. Tell me about any information about this stadium and these sport events. Всем привет, меня зовут Хомутов Кирилл, я обучаюсь в Институте управления бизнес-процессами в Сибирском федеральном университете. И сейчас мы находимся на программе «Летний университет», то есть международной программе для различных участников из разных стран. В частности, это сейчас происходит мероприятие под названием «Сибирская заруба». Такое громкое название для футбольного турнира. Мы находимся на одном из стадионов Сибирского федерального университета, который находится на первом кампусе, то есть на первой площадке. Не могу подсказать его точные размеры, но это довольно большой стадион, рассчитанный для полноценного футбола 11 на 11 человек. Но сейчас мы играем на двое, то есть на две площадки по 6 человек, то есть в мини-футбол. То есть у нас присутствуют команды из 6 институтов, которые участвуют в нашем международном проекте. И сейчас уже идет второй матч, второй тайм даже второго матча. Thank you, bro, for an interview. Thank you. Hello, how are you doing? Hugs from Brazil. Viva Ecuador. Все супер. Это влог. Это влог? Всем привет из Красноярска. Б, покажи. Б. Стоим первый, давайте посмотрим.
Bu narsa Krasnoyarskda bitta plyuslaridan biri. Men ko'rgan. Svetoforlarda mana bunaqangi qizil chiroqdan tashqari ham mana bunaqa ramkalar bo'lar ekan. Sababi siz uzoqdan turib, aynan qizil chiroqmi yo yashil chiroq yongan, mana yashil yonganda mana bunaqa yonib turadi. Bu svetoforda ham mana shu narsa bor. Bu uzoqdan turib sizga ko'rishga yordam beradi oldindan mana. Xo'p, ko'chaning bu tarafida ham mana svetoforlarda hammasida shunaqangi ramkalar bor, yonadigan. İşte bu qaysi rang yonib turganini siz uzoqdan ham bemalol ko'ra olasiz. Aynan faqatgina chiroqni o'zidan emas, balki shu shakl ko'rinishi yana ham ko'zga yaxshi tashlanadi. Do'stlar, aynan Krasnoyarsk shahrida Sibir federal universitetining juda ham ko'plab kampuslari bor. U kampusdan bu kampusga borish uchun siz aynan mana shunaqa o'rmonni kesib o'tishingizga to'g'ri keladi va ushbu o'rmonlar juda ham chiroyli. Hozir sizlarga o'sha ortimda turgan o'rmonni ichini ham ozgina ko'rsataman va shu o'rmon orqali biz universitetda keyingi kampusiga o'tib ketamiz. Hozir birga yuraylik, ko'rsataman sizlarga. Xullas, mana do'stlar, yaqinroq keling. Juda ham manzara juda ham chiroyli. Hozir bu ko'rinishi archaga o'xshatyapman, balki qarag'ay bo'lishi ham mumkin, yana bilmadim daraxt turini. Ko'rgan bo'lsalaring, daraxtda rang ikki xilga ajralgan, ya'ni pastki qismi qoraroq, o'rta va yuqori qismi sarg'ish rangda bo'lib turibdi. Hozir ichkaridagi manzarasini sizlarga ko'rsataman. O'zimni xuddi haqiqiy haqiqiy o'rmondamiz, faqat atrofimiz shahar bilan o'ralgan. Bu yerda aholi ham ko'p, lekin xuddi siz o'zingizni yovvoyi o'rmonda ichida ketib turgandek, o'sha junglida ketib turgandek his qilasiz. Hissiyot juda o'zgacha. Sababi bu yerdan hech qanaqangi ko'rinmaydi. Atrofingizda faqat daraxtlar ko'rasiz. Atrofingiz to'la daraxtlar, baland daraxtlar. Va pastda mana o'sha daraxtlarda urug'lari, ya'ni mevasi, o'sha olmaxonlar anaqa qiladigan. Va olmaxonlar aytgancha bu yerda olmaxonlar ham juda ko'p. Faqat bizga aytishlari bo'yicha hozir ularda qanaqadir uyqudagi davr deyishdimi ekan, nofaol davr ekan. Shuning uchun olmaxonlarni uncha biz ko'rganimiz yo'q. Balki qishga yaqin ko'rsak bo'ladi. Yo'q, hazır. Bu singan daraxt ekan. Singan daraxt tagiga olmaxon o'ylabman, uzoqdan shunaqa ko'raman. Do'stlar, sizlar uchun aynan mana shunaqa eksklyuziv kontent bo'lganligi uchun qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, videoga kommentariyada izoh qoldiringlar va albatta kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Hozir yana bitta narsa aytib o'tib ketaman. Biz yoqqa yurishimiz kerak edi-da, chapga yuramiz hozir. Mana o'rtoqlar, hozir biz maxsus qilingan yo'lga chiqib oldik. Ya'ni bittasi velosiped, mototsikl, shunga o'xshash transport vositalariga, bu yo'l esa piyodalar uchun maxsus qilingan, o'rmonning ichida hech qanaqa daraxtlarga xalaqit bermaydigan. Ba'zi joylarda ko'rsataman sizlarga. Yo'lda o'rtasida daraxtga to'g'ri keladigan bo'lsa, daraxtni saqlab qolib, yo'lni atrofidan qurib ketishgan, ya'ni daraxt hech qanday kesilmagan yoki ziyon yetkazilmagan. Aynan o'rmonlar ichida mana shunaqangi ikkita piyodalar uchun va maxsus velosiped va shunga o'xshash transport vositalari uchun yo'llar qurilgan. Va mana shu yo'l orqali siz bemalol yurishingiz mumkin. Va ko'rsatsak, mana har bir 20 metrcha masofa oralig'ida aynan mana shunaqangi quyosh nuridan quvvat oladigan chiroqlar o'rnatilgan. Bular hozir yongani yo'q, lekin kechga borib bular yonadi. Yaxshilab ko'rsataman. Boya sizlarga aytib o'tganimdek, yo'l qurilganda daraxtni tekis chopib olishmagan bu yerda. Daraxtni saqlab qolgan holatda uni atrofiga yo'l qurib, bu yoqda ham bor, mana bu yoqda ham. Hozir bu yerda o'zi 7 ta daraxtga mana yo'lda ustida joylashgan bo'lsa ham, daraxt saqlab qolingan, uni atrofidan yo'l qurib ketilgan. Odamlar ham mana shu yo'lda yo'l bor qismidan o'tishadi, daraxtlar oralab. Daraxtlar hech qanaqangi kesilmagan. Daraxtlar saqlab qolingan, tabiat. Mana hozir biz o'rmon oralab ketyapmiz. Orqamizda ikkita xitoylik bor. Orqamizda xitoyliklar kelyapti. O'rmon bo'ylab ketyapmiz. Va o'rmonda mana chiroqlar o'zi yondi. Chiroqlar yongan. Odamlar ham bu yoqqa
o'rmonni kesib o'tishyapti. Sizlarga aytgan chiroqlarim o'zi mana ishlashni boshladi. Ma'lum bir vaqtda o'zi bu yerda hamma chiroqlar birdan yonib, mana kech bo'lsa ham soat necha bo'ldi? Soat mana hozir 8:52 bo'ldi. Lekin hali unchalik qorong'i tushgani yo'q bu yerda. Bu chiroqlar ish faoliyatini boshladi. Yenisey daryosining yangi lokatsiyasiga yetib keldik. Hech kim meni rasmga olib qo'ymadi. Shuning uchun o'zim syomka qilishga to'g'ri keldi. Qanaqa ko'rinyapman bilmadim kamera bilan. Hozir kameradan syomka qilyapman. Ovozim qanaqa yetib boryapti ham. Hamcha yaxshi yetib boryapti, chunki shovqinli emas. Atrofdagi manzara juda ham chiroyli. Ko'rayotgan bo'lsalaring agar. Endi bu GoPro menga. Manzarani qaranglar, o'rtoqlar. Do'stlar, mana biz hozir Krasnoyarskda joylashgan gidroelektrostansiyaga yetib keldik. Hozir mana bu tarafida gidroelektrostansiyani ko'rishingiz mumkin. Hozir biz mana bu yerda mana o'sha har xil davlatlardan kelgan studentlar bilan bu ko'rgan ekskursiyaga olib kelishdi va imенно mana bu joyga tushib ko'rganimiz sababi ehtiyot bo'ling. Bu yoqlar ko'rsating mana. Mana bu yerda odamlar mana bunaqa toshchalardan narsalar yig'ib qo'yar ekan. Такой bilmay qo'yib nima qiladi? Biz ham bitta qo'shib qo'yamiz tagiga. Bunaqa narsani men anaqada ko'rgandim. Qoraqalpog'istonda ko'rdim. Imенно shunaqa tosh bilan yig'ib qo'yadi. Tepa qilib qo'yadi. Bu qanaqadir omad keltiradi deyishardi. Biz bu narsaga ishonmaymiz-ku, no? Mana amakilar baliq ovlab yuribdi mana. Baliq ovlayapti. Bu yerda bolalar tosh o'ylab, tosh otib, nimalar qilishgan. Juda ham chiroyli manzara. Juda ham chiroyli manzara mana ko'rsatadi. Xuddi buni bulut pastga tushib qolgandek. Suvning ustida faqat bulutni ko'ryapmiz. Bo'ldi, so'kman. Bitta rasm olay. Kecha mahallada shapaloni yeb yurgan, Instagramda bugun basharasi qiyshagan. Xullas o'rtoqlar, biz yana bitta navbatdagi lokatsiyaga yetib keldik. Aynan bu joyda prям tutunni ichida yursak bo'lardi. Hozir sizlarga ko'rsataman o'zim. Mana qanday skateboardchilar uchun joylab qo'yishgan. Hozir mana do'stlar biz tumanning ichiga kirib ketamiz birgalikda. Yuringlar azim. Sovqotmayapsizmi? Sovqotyapman, nima deyman endi? O'tgan qolib ketdi avtobus. Atayin tashlab chiqdingiz. Kamera olmasligi uchun. Mana yana zapis yoqamiz. Do'stlar, mana hozir biz prям tumanning ichiga kirib ketamiz. Bu yerda pastda Yenisey daryosini bir qismi ochgan, shuni do'stlar, bu yoq mana tuman. Pastimizda shunday mana daryo turibdi. Juda ham bir xuddi bulut his qilyapman o'zimni. Samolyotda shunaqa narsa Oyga boqsang yuzlarida orzu umidlarda qidir. O'zbek degan noming bor, g'ururing bor, oring bor. Beshigingda to'maris, har uyda bobuling bor. O'zbek degan noming bor, g'ururing bor, oring bor. Beshigingda to'maris, har uyda
Insta'dagi, ya'ni xuddi har bitta millatlar uchun o'zini ko'rgazmasi bo'ladi. Mana o'shanga tayyorgarlik qilyapmiz. Bayroqlarni osib qo'ydik. Bu toz masjidga biz joyimizni tuzamiz. Mana bu yoqda bolalar o'zi narsalarni taxlash bilan, tayyorlash bilan ovora. Hozir osh ham pishirilyapti. Oshni ham hozir tayyor bo'lishi bilan olib kelinadi. Va uni ham mana shu yerda chet elliklarga tortiq qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz davomini ham qo'yamiz. O'zbegim go'zallari, qoshlari qalamlari. O'zbegim go'zallari, qoshlari qalamlari. Yagonadir, bir donadir, chiroyi ichiradir donadir. Uni ko'rgan yigitlar bir umrga devonadir. Voy bittasin ko'rib kuyib qoldilar. Tojikskiy qurtobani. Блин, уже горячий был. Салатами, мясом. Ну, mana burada operator turibdi. Ta'mi zo'r ekan. O'zimizga qurtobaga o'xshaydi. Pizzani ichidagi narsasiga o'xshaydi. Valla, o'rnagi. Varna bizimda. Va, ongaretim bu. Which country? Ecuador? Ecuador. Yeah. This is national food of the Ecuador. What? Is this the national food of the Ecuador? Yes. Which name? Es pumilla. Es pumilla. Pumilla is an Ecuadorian dessert. We can buy it at the streets, or it's very common that grandmothers make to you. Oh, really? This is habas. Is a kind of bean, fried beans. Fried and beans? it's salty. You can try it. Oh. This is chifles. Are banana fried. Banana fried? Banana fried. Yes, it's the salty version. This is banana fried but sweet. This salty, this sweet. This sweet. Yes, that's this sweet. Yeah, sweet. Son galapaguitos. Biz oshga shuncha odam ochirib turibdi hozir. Biz boshqa davlatlarni ham ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, biz hozir mana shu Vyetnamga keldik. Sweet. Everything is sweet except for this one. Yes. Orang Cina buat teh tarik tu. Ini tarik. Thank you. Hozir mana shuni tatib ko'ramiz. Orang Cina buat teh tarik sial. Tasty. Nice, huh?
mana shu yerda bir-birini davlatlarini ko'rib, davlatlarini milliy ovqatlarini yeb ko'rishyapti, sinab ko'rishyapti. Uni to'g'rilar, o'zbeklar. Biz oshga shuncha ochiq. Видите? Покушаем полов. Я не готов, закончился. Да. Нет, спасибо. У меня есть друзья уже. Вечером Osh o'zbeklarga yetsa bo'ldi ishqilib. Boshqa millatlardan qolmayapti. Ha. Mana mana shunaqangi yaxshi ko'rishadiki, odamlar ochib turishibdi. Butun nimadan kelgan, davlatlardan kelgan odamlar mana shu yerda yig'ilyapti osh tepasida. Do'stlar, biz mana Kanatkaga chiqdik bugun. Kanatkada o'rtoqlarimiz bilan birgamiz mana. Mana orqamizda ham bor. Mana bunaqangi apparatda chiqib ketyapmiz. Ular bilan xonada to'langaydir sevgi xuni. Do'stlar, mana biz hozir Kanatkani tepasiga chiqib oldik. Bu yerdan juda ham chiroyli manzara ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda Rossiyaning bayrog'i bor. Siyosatga qarshi chiqmadi, bo'lmasa. Ha, o'zbeklar. Biz Rossiyadagi eng baland bayroqni oldida turibmiz. Hozirlarga manzarani ko'rsataman. Вот. Hoji mana shu rasmga tushgan ekan. Hoji to'xtamaydi rasmga tushishdan. O, mana Yenisey. Do'stlar, mana shunaqangi yomg'irli havo bo'lishiga qaramasdan biz kontent qilishda to'xtamaymiz.
aynan ortimdagi turgan mana shu bayroq Rossiyadagi eng baland bayroq hisoblanar ekan, ya'ni Krasnoyarsk shahrida joylashgan bu bayroq. Men so'rab ko'rdim, bu Krasnoyarsk shahridagi eng balandmi desam, yo'q, butun Rossiya Federatsiyasi bo'yicha eng baland bayroq mana shu bo'ladi deyishdi. Ham o'ylab ko'rsak, hozir biz tog'da eng tepa joyda joylashganmiz, shuning uchun dengiz sathidan hisoblasangiz ham bu bayroqni balandligi juda ham yuqori chiqadi. Shu sababli hozir dengiz sathidan hisoblaganda ham bu bayroqning balandligi juda ham baland chiqadi. Sababi biz mana tog'ning tepasida joylashgan joydamiz va bu bayroq eng cho'qqisida turibdi. Biz Krasnoyarsk shahridan mana shu bayroqni ko'rardik. Hamma joyga ko'rinib turardi bu bayroq. Mana shunaqa qiziq faktlar bor ekan Krasnoyarskda. Xullas do'stlar, shuning bilan bizning Rossiyaga bo'lgan sayohatimiz ham tugadi. Bugun Letniy universitetining yopilish marosimi ham bo'lib o'tdi. Hozirgina Letniy universitet o'z nihoyasiga yetdi va mamlakatga juda ham chiroyli bo'lgan yakunli yopilish marosimi bo'lib o'tmoqda hozir. Hamma juda ham xursand. Biz esa tanlovda g'olib bo'lib birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Do'stlar, shunaqa gaplar, bizni kuzatishda davom eting. Eng yaxshi eksklyuziv kontentlarni siz bilan ulashishda davom etaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.